avvalambor 3 turga bo'linadi. Birinchisi metafora, ikkinchisi metonimiya, uchinchisi sinekdoha. Bular haqida alohida ma'lumot beraman. Birinchisi, metaforaga keladigan bo'lsak, bu o'xshashlikka asoslangan ko'chim hisoblanadi. Bunda hayotda yo'q, ya'ni o'xshatadi, lekin hayotiy narsalarga emas. Misol uchun, maktab qaldirg'ochlari ketdi desak, maktab qaldirg'ochlari umuman oddiy hayotda bo'lmaydi, lekin bu o'xshatish maktab o'quvchilarini, ya'ni 11-sinflarni maktabni bitirib ketgani haqida gapiriladi. Keyingisi sovuq niyat. Niyatni sovuq yoki issig'i bo'lmaydi. Shuning uchun buni metafora o'xshashlikka asoslangan ko'chim deb shunga aytiladi. Temir intizom. Bunda intizom qanchalik kuchli bo'lsa, shunchalik temir intizom deb kuchaytirib aytyapmiz. Buni o'xshatyapmiz intizomni temirga. Keyingisi o'zingni oqlama. O'zingni oqlama deganda ustingni mundoq ohak bilan oqlash emas, o'zingni oqlama, o'zingni aybingni yashirma degani. Buniyam haqiqiy hayotda o'zingni oqlama deb anaqa to'g'ri ma'noda tushunmaymiz. Buni metafora o'xshashlikka asoslangan sifatida tushunamiz. Metaforaga mana misollar. Birinchisi mana u she'r. She'rga o'xshatilgan, lekin u inson haqida gap ketyapti, jasur odam ya'ni. Bunda hayot daryo. Hayotni daryoga qiyoslayapti. Ya'ni hayot daryoga o'xshatilgan. Bu bundoq o'ylab qarasak, hayotimiz daryo kabi tez oqib ketadi. Bu ham hayotda bunaqa o'zi bundoq o'ylab qaraganingizda bo'lmaydi-ku, lekin buni ko'chma ma'noda tushunsak, bu metaforaga asoslangan bo'ladi. Bu temir iroda, xuddi temir intizomga o'xshagan. Irodani temirga o'xshatish bu ham qanchalik kuchliligini ko'rsatish uchun. Keyingisi metonimiya, ikkinchi turi. Aloqadorlikka asoslangan ko'chim. Ya'ni misol uchun qanaqadir sizni ko'rinishingizdagi nimadirga asoslash. Sochingiz bo'ladimi, ko'zingiz bo'ladimi? Misol uchun mana mahalla motamda. Mahallani nimaga mahalla motamda deganda o'zi insonlar motamda, insoniyat tinch, nimadirdan xafa degani. Bu endi aloqadorlik bor. O'zi mahalla deganda insonlar tushunamiz, aloqasi bor. Shunchaki mahalla deganda oddiy joy tushunilavermaydi, insonlarni tushunamiz. Keyingisi anavi oq ko'ylakdan keyin kiring. Anavi oq ko'ylak, aynan oq ko'ylagini aytyapti. Bu aloqadorlik qaysidir insondan keyin navbatdasiz. Shunga aloqasi borki, uni aytyapti. Yokida jingalak sochlidan keyin turing, sochiga bog'layapti. Keyingisida zal olqishladi. Zal o'zi olqishlamaydi-ku. Zal deganda insonlarni tushunyapmiz. Ya'ni zal olqishladi, qarsak chaldi insonlar. Bu aloqasi bor. Bu metonimiya hisoblanadi. Va metonimiyaga misollar. Oq uy bayonot berdi. Oq uy o'zi AQSh hukumati hisoblanadi. U qanaqadir nimadir manba haqida yoki nimadir muhim ma'lumot haqida bayonot bergan va u oq uyni ko'rganda o'sha hamma birpasda hamma AQSh hukumatidagi oq uyni tushunadi. Ikkinchisi Navoiyni o'qidim. Navoiyni o'qidim deganda insonlar Navoiy uning asarlarini yoki Navoiy haqida kitobmi, o'shani o'qiganini tushunadi tezlik bilan. Navoiy uning asarlariga teng. Keyingisi qozon qaynayapti. Qozon ichidagi ovqat qaynayapti. Ni qisqartirib qozon qaynayapti. Bu aloqadorlik hammasida borligi uchun bu metonimiya. Metafora bilan metonimiyani farqini bilib olgan bo'lsak, metafora bu hayotda bo'lmagan yokida o'xshatishda kuchaytirib o'xshatish, sovuq niyat, sovuq yuz, qanaqadir yuzi issiq ko'rinyapti deb aytganda bu metafora. Metonimiyada qanaqadir
Ana bu mo'ylovni chaqiring, mo'ylovi bor yokida ko'zoynagi bo'lsa, ko'zoynakni chaqiring deb aytganda metonimiyani tushunamiz. Keyingisi sinekdoha. Bu 3-turimiz bo'lib, butun orqali qismni yoki bo'lak orqali butunni ifodalash. Misol uchun, tana a'zosidagi bitta barmoqni ifodalab, qo'lni aytadi yoki qo'lni aytib, barmog'ini aytish mumkin. Birinchisi, 5 qo'l baravar emas. Insonda 5 qo'l emas, 5 ta barmoq bor bitta qo'lida. Shuni mundoq qaraganingizda rostdan 5 qo'lingiz baravar emas. Bu qo'l emas, barmoq haqida ketyapti. Bu 5 ta qo'lni barmoq deb butun orqali mayda qismlarni tushunyapmiz. Fermada 247 ta tuyoq bor. 247 ta tuyoq fermada nima qiladi? Bu hayvonlar, ya'ni sigir bo'ladimi, qo'y bo'ladimi, bu tuyoqlari orqali bu hayvonlarni tushunyapmiz. Bu sinekdoha hisoblanadi. O'ng qo'liga uzuk taqqan. O'ng qo'lingiz bor, o'ng qo'lingizga uzuk taqmaydi yoki bilak uzuk taqishi mumkin, lekin uzuk taqmaydi. Qo'lingiz orqali barmog'ingizga ishora ketyapti. Bu butun orqali qismni tushunyapmiz biz shunday. 10 juft qora ko'z kutyapti. Qora ko'z insonni ko'zi. 10 juft qora ko'z bolalar bo'lishi mumkin, insonlar. 10 ta qora ko'z kutyapti deganda mana ko'zidan qism orqali butun insonlarni tushunyapmiz. Bu sinekdoha hisoblanadi. Metafora va metonimiyadan tubdan farq qiladi sinekdoha va menimcha buni sal ajratib olish uchun osonroq. Sinekdohaga misollar: 4 g'ildirak oldim. 4 g'ildirak deganda mashinani g'ildiragi bor va bu avtomobil oldim, yangi avtomobil oldim deganda 4 g'ildirak oldim deb tushuntirib ketyapti. Keyingisi, har bir og'izga non kerak. Og'iz qismi orqali insonni tanasidagi narsa a'zo orqali butun insonni tushunamiz, to'g'rimi? Og'iz orqali insonni tushunyapmiz. 100 ta qo'l ishladi. 100 ta qo'l deganda o'zi inson tushuniladi va 100 ta odam ishladi degan ma'noni beryapti. Bularni hammasini ko'rib chiqsak, bularda qism orqali butunni tushunyapmiz. Sizlarga mashqlarim bor edi. Misol uchun, tirnoqqa zor deganda qaysi turga kiradi bu? Kim ayta oladi? Ovozim eshitilyaptimi? Qaytarib yuboray? Metafora bu hayotda bo'lmagan, ya'ni o'xshatasiz-ku nimadir niyati yoki yuzi qanaqadir sovuqmi yoki yuzi qanaqadir issiq tuyulyapti tanishishda deb aytiladi-ku. Bu hayotda bo'lmaydigan narsa. Misol uchun, temir intizomingizni ushlab bo'lmaydi, u mavhum narsa va